Xo'p, 2025. Kimning nomi edi aka? Onamning nomi. Xolamning nomlari. General davringiz chiqadi, ha? Qayerdandir sizniki? Toshkentdan keldim. Ye? Ha. Ya omon bo'ling. Mana, pasport. Omon bo'ling. O'zlari zomindan ekanlar aka o'zlari. Zomindanmisiz? Video qilmaymiz, o'cha, o'zim chekka chiqaman men Churaski. Xo'p, Toshkent shahri Mirobod tumani. Uylik 4-mavze. 3-xonadon. Xo'p, aka, nech pul deyapsiz? Mehmon ekansiz. 8 deyapsizda. Kelishtirayting olaman. Siz bilan iloji boricha ko'p qiynamay olay sizni. Mayli, bir narx ayting, olaman aka. To'g'risi, mo'ljalimiz 78 dedi aka. Qarang, 25 bugun birinchi Damazdan boshlandi. Eng birinchi savdom 2025 32 ming yurgan Damazda oldik, 68 million so'm aka. Metan 4 ta balon qo'yilgan edi. 68 millionga oldik. Fermerning mashina edi. Salgina o'sha 32 ming yurgancha ham salgina, ko'p emas. Sal qarovsiz minganlar-da. O'sha uchun 68 oldik. Ha, undan keyin zo'ri keldi. Saka diskali, taxlangan, meta, hamma narsasi chiroyli mashinacha. Uni 73 million oldim aka. Bu ham endi o'sha bilan buni o'rtasidagi mashina. Zo'r bo'lib zo'r emas, yomon bo'lib yomon emas. Shunday mashina. O'sha uchun aytayapman, aka mayli. Bir narx ayting, chiroyli narx ayting. Olaman mashinani. Mana menda buniki u yog'i sizdan-da endi. Men nomard so'ramayman, mard so'rayman. Bo'ladi siz 71 million naqd pul berib olib qolaman. Bering aka, olaman. Dal savdo. 70 million so'ramadim. 71 million bo'lsa bering olib qolaman. Aka bunga olstirib o'tirmagan bunga. O'zim bungaman faqat. Olstirib o'tirmagan. 500 gram yuk ortilmagan bunga. Faqat o'zim yurganman shaldiratib. Shu yer Damazga 6 kishini ortib, yuk ham ortmoqchi bo'lgansiz. Ya, unday qilmang-da. Ya, u yuk ko'tarmagan deyman-da. Yuk ko'tarmagan. 6 kishini mototsiklga mindiriladi aka. U 6 kishi uchun emas-ku. Ya, omon bo'ling. Qisqasi akkuratni minganman deyapsiz-da. Ya, to'g'risida o'zim o'qituvchiman, endi shunga ham minganman. Ha. Nima fandan dars berasiz? Men o'zi psixologman. Psixolog. Ha, lekin Meni o'qiyapsiz hozir. ha, yo'q. Omon bo'ling, nechinchi yilsiz? Ya, omon bo'ling. 90-yilmisiz? Men siz 98 deb turibman. O'ltirdingiz. Ya, biza yosh ko'rinamizki. Menga ham hamma aytadi, yo 2000 yo 2001 shu Akmal aka dedi. Men aytaman, shuni xursand bo'lib ketaman o'sha paytda. Omon bo'ling. Jiyanlardan nechta? Bitta xudo xohlasa. Ha. Kech uylandingizmi? Ha. 90-91lar faqat mehnatda tug'ildingda, Esterda odam faqat men qiynalganman deydi. Biz ham qiynalganmiz. To'g'rimi aka? Tashvishlarimiz akajon. Ha, mayli, kimga qanday? Va Allohning aytgani bo'ladi. Unday qilsa bunday bo'ladi, bunday qilsa unday bo'ladi deymizki, shunday deganlar bekarni 5 tasini aytdi. Allohning aytgani bo'lib kelgan, o'sha narsa atoyi qadargacha bo'lib keladi endi. Faqat harakat qilinglar bizga. Harakat qilib beraman. Harakat qilmasa yotaveradi. Ismingiz nimadi? Zafar. Zafar aka, gap yo'q lekin. Bitta kayfiyatni ko'tardingiz. Zafar aka, nech pul bo'lsa beramiz. Xo'p, 71 million so'radim. Mayli aka, nech pul qo'shay? Mana sizga ochiqroq Aka, beraman. ancha qo'shing. Yo'q, unday demang. Unday demang Zafar aka. Ancha qo'shing aka. Yo'q, unday demang Zafar aka. Qo'shishni iloji yo'q-da. Faqat 98 million olganmiz, 1 yil ichida rasvo bo'ldi. Yo'q. To'g'ri. Zafar aka. Qiziq odam ekansiz lekin. Rasvo bo'ldi, to'g'risi rasvo bo'ldi. Ya, unday demang aka. Allohning aytgani bo'ladi. Bu yaxshilikka. Aka, agar to'g'ri tushunsangiz yaxshilikka. Nimasi? Misol, buni hozir sotasiz, Babrga 10 qachon bo'lsa ham mashina olaman deysiz-ki, to'g'rimi aka? O'shanday paytlar nima deysiz? Endi narxlar tushsin deysiz. Hozir sotuvchi bo'lsangiz, ha demay oluvchi aylanasiz. O'sha payt narx tushishini xohlab turasiz. Hozir ko'p kishi men savdo qilaversam, nima bo'lsa ham arzonroq olsin deb turadi ichi-ichiga. Lekin shular ham vaqtida mashina sotgan. Arzonga sotib qo'ydi, yana ham arzonlatsin deb turibdi hamma. Olaylik deydi. Zafar aka, yaxshi, mashinangiz yomon emas. Gap so'z yo'q, lekin narxi sal buni
baland ekanda. Nima deysiz aka? Nechi pul qo'shay, xo'p. Mayli, mashinangizga qo'shaman, qo'shmayman emas. Nechi pul qo'shay? Ko'p qo'shing. Ko'p bo'ladi deganga menga qarang. Xo'p, tak. 5 pachka 2000 ming talik qo'shay, ana 2000 talik qo'shaymi? Ko'p bala pul. Gap sonida deng. Ha, aytamiz ko'p bala pul bo'ladi. Biz ham pulni qiymati cheksiz-ku. Mang, Zafar aka. O'xshamaydimi? Yo'q, qarang. Ochiq guring qilib olaylik-da. Aka bitta guring, ochiq guring. Mana shuncha xalq ko'rib turibdi, savdomni. 50cha olaman, 50cha sotib ketaman. Aka, mashinangizni yomonlamoqchi emasman, yomon emas. Xo'p, yaxshi. Balon qo'ygansiz, gaz qo'ygansiz, chexol polik qilgansiz. Obeshli narsa. Chunki ertalab qishga qalin kiyinasiz, yozga naps kiyinasiz. Shunday mashinada bu ham, odamday bu ham. Faqat tili yo'q gapira olmaydi. Mana qarang. Agar ko'nglingiz undaylar baland bo'layotgan bo'lsa, ola olmayman, Zafar aka. Xarakteringiz zo'r. Kelganingiz uchun rahmat. Savdomiz o'xshamay qolsa xafa bo'lmang. Jon aka, mehmonsiz. Lekin unday baland ola olmayman. Bir guringim bor sizga. Xarakteringiz yo'qdi. Muloyim. Zo'r. Bitta narsa. O'sha olgan narximga olaman. Bugun zo'r Damas'da olgan narximga. Qanchaga? 73 million bo'lsa, qosim mayli olaman. Tavakkali olaman, lekin 73 million olmoqchi emasdim. Bir gap aytaman aka, xafa bo'lmaysizmi? Yo'q. Shuncha nima qilyapsiz? Hamma umid bilan qilib kelganda. Ya shunday. Kim kelsa umid bilan keladi. Aka, men ham endi 78 deb turib nima qildim. El xalqdan shuncha pul shunchadan olyapman dedingiz. Tushundim. Mayli. Hurmatiga shuncha qildingiz. 75 o'xshamaymi? Yo'q. Jon aka, ola olmayman. Agar ola olsam, bittadan ayta olaman sizdan. Zafar aka, xarakteringiz yo'qdi, muomalali inson ekansiz. Bering 75 deb olaychi edim. 75 ola olmayman, Jon aka. Oling aka. Olishni iloji yo'q aka. 76 sotishim kerak ekan. Shu ana qilganda shu menikini oling. Yo'q, bitta narsa, mayli, qarang. Zafar aka, qimmat bo'lsin, qolsa qolib ketsin shu mashina. Mayli aka. Xarakteringizga gap yo'q-da. Xarakter, muomala ko'p narsani yutib ketadi. Psixologman deganingizcha bor ekansiz. Xarakteringiz shunga yarasha ekan. Aka, 74 ga qolsin, 75 ga sotuvga qo'yaman. Eng baland olgan Damas'im sizniki bo'ladi. Baraka sizga bering. Eng baland olgan Damas'im sizni Damas'ingiz bo'ladi. Onamdan shuni so'rasam. Mayli, so'rang. Shuncha shahardan keldim. 500 ming qo'shing. Ye. Zapravka ustiga ukamam kelgan. Unga bas gaz benzin qo'yish kerak. Ha, do'stim psixolog. Psixologligingizcha borasiz aka. Qarang, bunday bo'ladi-da. Har xil yengiladi odamni. Bu odamning taktikasi bildirmay yengishdi. Yengib turibdilar o'zi meni. Mana shu kun eng baland oladigan Damas'im o'zi shayxdik, o'zi yengib bo'ldilar bu tomondan. Ha, sakat boya olganim bundan ham zo'r edi. O'shandan ham baland so'radim. Chin yuradan-da. Qarang, yana yengaman dedilar. Yo'q, aka bo'ldi endi. Bir urdiz chidadim. 2 marta urmang endi. Barakaz bormi? Baravar 74 o'zi aka. 500 ming qo'shing. Mayli. Men uchun qo'shing, onasini yemsin. To'g'ri. Endi ikkovimiz ham onamiz dema olmaymiz. Sut ta'mi yoqmaydi bizga hozir, onaning sutiniki. Xo'p, mayli aka, mayli. 500 ming qo'shdim aka, baraka bizga. Ushlab turman aka, boyadan beri gaplashib turibman. Ushlatib alak kerak. Yo'q, qarang, qo'lni qo'yavering, bo'ldi, bunday tortyapsiz. Qarang, birinchi kelsiz ekanda, men odamda bunday ushlayapsiz-da. Keling aka deb qo'limdan o'ynayapsiz-da. Qo'yavering, mana hali savdo ko'p qilishim kerak aka. Qayerdan sizniki? Kosondan. Kosonni qayerga aka? Bozordan. Ish nima ishda aka? Ish taksilik. O'zi 2 kishi olaman deb turibsizlar. Keyin men basishay. Sizniki qayerdan? Bizga ko'p bir odam. 5 kundan ish nima ish? Yer qilgan kiyim. Nasib qilgan bo'lar. Keyingisini sizga beraman, xo'p. Lekin 25 Damas ko'p kelyapti. Endi bu yigit ushlab oldi-da. Siz bag'imdan ushlab qoldingiz-da. Xo'p. Savol. Bering savolingizni. Men onam Toshkentda. Xo'p. Buni hujjat nima bo'ladi? Onlayn generalni davini solishadi bular. Onlayn bo'ladi. Xolamga telefon bor. Tushunadigan odam bor, yonlari, ha. Onlayn davini beradi. Qarang, obzorni aytaman. Eshiting, 2025-yil Damas, chexol polik, 4 ta balon, metan qo'yilgan.
Qolgan joy o'ziniki. Bitta vakuumi bor bu tomonga. Radnoy mashina. 74 million 500 ga oldim. 75 million 500 bo'lib sizga o'tapti. Qoladigan 1 millioningizga rozimisiz aka? Qoldiga roziman. Nima xayollar boshqa yoqqa Roziman. Qarang aka, rozimisiz? O'zi olibsizmi chindan? O'xshamayapti yani. Ichidagi narsalarni chiqarib olsam bo'ladimi? Ha? O'z narsalarini olsam maylimi? Olasiz. Mashinani qulflab qo'ying. Olaverasiz. Rozisiz, 1 million ustiga qo'yib sotdim aka. Qo'lingiz yengil aka. Halolingiz bo'lsin. Omon bo'ling, rozi bo'ling. Mak. Berayman. Shunday registratsiya qildiring.